Assalomu alaykum. Akalar hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Sizlarga bir lifehack. Hozir o'sha paxta sezoni tugadi. G'o'zapoya chiqarib uyga olib boraman deganlar asa ko'p baribir. Oramizda men o'ylashim bo'yicha juda zo'r bir lifehack bor. Mana ko'ringlar. Ko'rganmisiz bunaqasi? Menimcha ko'rmagansizlar. Qara. Zo'r bir chek. G'o'zapoyani shunaqa press podborishdan chiqarib, qirqilgan tayyor holatga keltirib qo'yamiz. Sizlarga oldin ko'rsataman, oldin. Mana chiqarib. Top toza ketyapti. Ko'ryapsizlar, tagi top toza. Akalar, video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like va подписка tugmalarini bosib qo'yinglar. Kerak bo'lib qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.